Bugun biz sizlar bilan Turkiston jaridlarini birlashtirishda O'rta Osiyo jaridlarining otasi deb tan olingan Mahmudxo'ja Behbudiy haqida gaplashamiz. Mahmudxo'ja Behbudiy u 1875-yilning 19-yanvarida Samarqand yaqinidagi Baxshtepa qishlog'ida muftiy oilasida dunyoga keladi. Otasi Behbudxo'ja Solihxo'ja o'g'li turkistonlik Ahmad Yassaviyning avlodidan bo'ladi. Oiladagi muhit undagi ma'rifat va adabiyotga bo'lgan qiziqishni tezroq ro'yobga chiqarishga imkon tug'dirdi. Adabiyot va tarix fanlari qatori siyosatshunoslik bilan ham jiddiy shug'ullanadi. Mahmudxo'ja Behbudiy gazeta va jurnal orqali jahonda sodir bo'layotgan siyosiy voqealar bilan yaqindan tanishib boradi. U Makkaga borish maqsadida arab tilini va islom tarixi nazariyasi bilan shug'ullanadi va 1899-yili hajga bordi va muftiy unvoniga ega bo'lib qaytdi. Haj bahonasida Misr va Istanbul shaharlarida bo'ldi. U yerda bo'layotgan islohotlarni ko'rib, uning dunyoqarashi so'zsiz o'zgardi. So'ngra Qozon va Ufa shaharlarida bo'lib, Yevropa madaniyati bilan hazm qiziqdi. O'sha davrda Qozon va Orenburgda chiqadigan arab insolidagi jurnal va gazetalar bilan hamkorlik qildi. Xususan, Qrim-tatar allomasi Ismoil Gasprali va u bosh muharrir bo'lgan Tarjumon gazetasi Mahmudxo'ja Behbudiyni buyuk ma'rifatchi va o'zbek milliy jadidchilik yo'nalishining otasi darajasiga ko'tardi. U 1914-yilda yana Turkiya va Misrga borib, u yerdan muhim kitoblar va o'quv qo'lyozmalarini olib keladi va yangi usul maktablarida o'qitiladi. Uning xalq orasida ortib borayotgan obro'si nafaqat amirlarga, balki bolsheviklarga ham zid edi. 1919-yilning 25-martida Behbudiy ular chaqiruvi bilan Shahrisabzda qo'lga olinib, sirli tusda Said Olimxon farmoni bilan qatl qilinadi.